Saturn taysin. Agar kechgacha mashq ish tashib qo'ymasalaring, archaga o'yinchoq emas, o'zlaringni olsaman archaga, tushundilaringmi? Xo'p. Voy. Bo'pti dada. Bo'ldi, qilib qo'y hamma ishni. Bitta o'zim qilamanmi? Uy kenja o'g'ilnikimi? Ha? Uy senga qoladimi? Ishla. Ha, yo, rostdan ham de, aka, uy sizga qoladi-ku. Men bir erga tegib ketadigan odam bo'lsam, archa yasatman, menga nima keragi bor? Yangi yilgacha tegib ketmasan kerak. Izlash. Tuvoy unga somon qo'shib qiladigan bo'lmasa o'xshamaydi. Tez qil bo'lmasa bir o'sha qizga aylanib. O'sha tez qil. O'sha gapga o'zing uchun o'ylayapsan. Yo'q, men bu uyga bolami qulmi? Aka, shukr qiling, agar meni singlim bo'lib tug'ilib qolganingizda haqiqiy qullik qanaqa bo'lishini bilgan bo'lardingiz. Biror marta yuzingni loyda makiyaj qilganmisan? Uy tozalab qo'ylaring. Bilaman, uy meniki, men qilishim kerak, a? Bilarkansan, qil ukajonim. Dada, katta o'g'liga uy olaylik. Akamga cho'p solib beraylik deganda, og'zingni bir chekkasidan chiqib ketishini qara. Uy falon pul bo'lsa, senga maqad 48 million bosh to'lov bilan 2 xonali xonadonlar. Iskander Buildings'dan yangi yil aksiyasi. Endilikda siz barcha xonadonlarni 10% bosh to'lov bilan xarid qila olasiz. Aksiya 30-dekabrgacha davom etadi. Tur, keyin ketdi. Yo'llaring. Tezda bir. Eshitdingmi, qaynota meroslar qatyapti, menga qo'yib ketyapti. Ay, Iskandar Buildings'ga ketyapmiz. Mana uchaligimchaga mening, mana bu yoqqa ketyapman. 3-4 ta kvartirangiz bor, pulingiz bor. Nima kerak sizga? Xotin urug'ga investitsiya qilgandan ko'ra, shunga investitsiya qilganim yaxshi, 2 yilda 2 barobar tug'adi. Boyni kallasi ishlaydi-da, pulni qaqa tiqishni biladi. Men tup qo'yman, faqat sallaga tikaman. Yer. Dadam bunga uy berzam ishlamayapti-ku. Va katta o'g'il o'zi shunaqa, bersa yeyman, ursa o'laman deydi.